Assalamu alaikum qarindoshlarım. Sala Xudoyarninki chaqirig'iga ovoz qo'shish uchun har kuni chiqib naq maydon qilaman degandim. Bugun men ishdan tushib kelganda Facebook'imni ochsam, Qozog'istonga chiqqan bir qarindishimizning bir so'zlagan so'zini topshirib oldim. Jaza lageriga kirish bilan ish tugamaydi ekan. Jaza lageriga kirdim. 3 oy turdim, yana qaytib chiqdim. Bir qo'shiq shekarga zor bo'lib ketdim. Shunda shekar xalab ketdim. Ko'ngilsiz vaqtlarda shekar yeyishni yaxshi ko'rdim. Bir qo'shiq shekarga zor bo'ldim. Bir kirgandan keyin siz u yerga tizimlab qoldi ekansiz. Undan keyin kechalari chaqirtdi, kunduzlari chaqirtdi. Erkinligimden mahrum boldum. Sizler neymiş kopmaysizlar. Ben bilmeymen. Sizler cezalarını bek düşenmemsizler. Ben özüm tehdit uçuravatqanlığım üçün bəzən nəslərini hər xil şəkildə çıxırvatdım. Amma bek ko'nglim yerim. Keçiləri muş işlerini köz aldığımı keltirib uyğunub gitime. Düşlerimdən uyğunub gitime. Allah Xitay bizge sizlarga azaldan yaxshi qilmagan, bizga yaxshilik qilmayotdi. Biz o'yg'andik, sizlar o'yg'oninglar deb yezibdi. Haq huquqni tilab olmaslik kerak. Sizlarda bir gap bor-ku, o'qti turamsa po'xta deb, po'xta sesib o'lish kerakmi? O'qta sharaflik o'lish kerakmi? Hozir bizda yolg'on inqilobchilar ko'p. Hazır qısamiz yolg'on da'voga desam, rost da'vo qilayotganlar bor, lekin ko'ngli yerim bo'ladigan ishlar jiq bo'ladi. Oldiga qarab maqmaqdan boshqa yo'l yo'q. Allah bizning yenimizda deb yezibdi. Buni sizlarga o'qib berdim. Endi men bir narsa degim keldi. Haliqi masalan mendan jiqlar so'rab baqdi. Nima degan mustaqilchilar, azodlikchilari yoki avtonomiyachilar degan nima gap deb. Sharq Turkiston azodligi degan so'zning ma'nosi deb yozdim o'zim. Qo'limizdan ketgan davlatimizni Xitoyning qo'lidan tortib elish va Xitoyni qo'ymay qo'g'lab chiqarish. Chiqarish yo'li. Avtonomiyachilar bo'lsa, yanada Xitoyning qo'ynida erkin azoda, mundaq erkin azoda, tuqqan qo'shmaq tuqqan bo'lib yashash. Oxir Sharq Turkiston xalqining yo'qolishi, assimilyatsiya bo'lib tugash yo'li. Bu ikki xil yo'l. Mening kallamda Sharq Turkiston ozodlikchilari desa, mush dinchilar deb o'ylaydim. Dinchilarning hammasi Sharq Turkiston ozodligiga noiti qo'llaydi deb o'ylaydim. Mening nazarimda dinchilarni noit hurmatlaydim buralarda. Men hozirga nisbatan bizning dinchilarimiz shaxsan, bizning dinchilarimiz saxta dinchika deb o'yladim. Agarda saxta dinchi bo'lmasa, sog'liq necha kundan yoqi da'vatgan, shu da'vat qilayotgan Sharq Turkiston degan ismni qabul qilinglar. Biz ozodlik degan Sharq Turkiston ozodligi deb da'vo qilishimiz kerak. Da'voning yo'linishini to'g'ri olib berishimiz kerak degan chaqirig'iga ovoz qo'shib bilet tashlaydi deb o'ylagandim. Undaq bo'lmadi. Undaqda men yosh bolalarga deb beray. Men 48 yosh kirdim. Bovam rahmatlik deydigan 3 viloyat qatnashgan odam Sayfiddin Aziz o'lgan vaqtida deganti. Haliqi Chilan dariximi yoki Yong'oq darixidimi bir taxtiravan yasab, shuningda ishkirdan o'ligini akilib, inqilobiy qurbonlar qabristonga olib qo'yganti. Xalqning orasiga qo'ymadi, Ashaga qo'ydi. Xitoy bilan birga yotdi-da, Ashadan qo'shmoq tuqqan bo'lib yotdi degan gapda. Bu ishplas falan odamning qo'lini qon bilan yalgan qo'li yatmaydi deydigan. Anandan keyin Sayfiddin Azizning bolalari shu Beijingda butunlay assimilyatsiya bo'lib tugab bo'ldi. İşenmesanglar biladigan adamlar biladi.
Ürümçide hemmeden biletdi. Aşıq Allah'ın cezası, başka milletki toy kılıp tügüde onunki, cemaati. Dep başlar degen. Çünkü hem 56 milletin hemmesi var onun üyde dep durup şanxo kılıdığan. Burhan Şehidi. Çoğun ayalı bek isil ayal. Tukalları, bal, evrileri nimede işik çetellerde ba. Bek isil ayal. Gentuk. Ma kiyink ayalı hem de ikinci ayalı, iki xotolluk adam. Hemme millet top özünü almaştırıp yürgen oğru. Bu adamның mı ikinci ayaldan boğan balları hemme başka milletlerge tügetdi. Aşım Allah'ın cezası. Ben oylayman bu dinçiler nim boğatıdı bilmedim dep oylasam çık qeyrindaşlarımız dedi. Saxtı dinçi dep. Bizning dinimizni Uyg'urlar dinni qandaq tashviq qildi desa, kichigimizdan tortib qo'rqitib tashviq qiladi. Anda qilsang yomon bo'ldi, manda qilsang yomon bo'ldi, manda qilsang yomon bo'ldi. Sharq Turkistonni ozod qilmasang yomon bo'ldi deganda nima deb o'rgatmaysa? Dinchilar. Badashqanni qurib, beldan bir vat bla qilib buni so'zlab o'tdag'icha ma imzo etishniki ustidagi xatni o'qishamsan, so'rashmamsa. So'rasang anadaki bilmemse Şərq Türkistan azad East Türkistan degan narsani ko'rgan aman shuningga chekidi odam degan. Bugun menga Abdug'ani Sabit bir narsa yo'llab qo'yibdi. Men deb beray sizlarga. Men odatda gaplashamayman. Men oldin qadim Abdug'ani Sabitni tilga olgan. O'z bilasizlar. Men gap qilsam gapimni ilik olmadi deb turib tilga olgandim. Endi bugün top durunglar. Atdigan menga mundaq gap yozib qo'yibdi. Biz uzoq bo'lgan eyliqi men ranjiganligiga gapma. 10 minutda 15 ovoz ko'paydi. Hozir o'zimninkiga tweet qildim, Twitterga qildim deydi. Do'stlarim Alloh xolisa ko'p tweet qilsa, yana ko'payib qolar. Allohga omonat deb yozibdi. Men qo'pib munda dedim. Agarda siz Salihning chaqirig'iga ovoz qo'shgan bo'lsangiz, inim Alloh sizdan rozi bo'lsin deyman. Agar avtonomiyachilarnikiga ovoz qo'shgan bo'lsangiz, shular sizga rahmat etsin deb yozdim. Qisam yo'q, men shu Salihnikiga qildim deb turib, men ivatgan imza qo'yishniki nimasiga javob berib qo'yibdi mana. Shuning bilan men bundan xo'shib qoldim. Anadagi Alloh rozi bo'lsin deb yozib qo'ydim. Ham hozirmi deb qo'yma. Undaqda Alloh rozi bo'lsin sizdan deb shundaq dedim. Endi men o'yladim qeyrindoshlarım. Biz o't tuturamsa poxta desa, o'tni kuyib ketishga rozimanki, pox tuturmayman deb turib o'ylayman. Şərq Türkistanın azadlığı bizden nimedən deyrək beridi? Hörlükdən deyrək beridi. Bilimizni ruslab durub yaşaşdan deyrək beridi. Uruq tuqqanlarımız bilan kən kuşyada oçuq yoruq, senin mening demay oltura alaydigan qeyrindosh millatlarimiz bilan billa oltura alaydigan buningdan deyrək berdi. Mustaqillik degan. Biz Xitoy bilan yana davomliq shuningga intilib turdiganlar bo'lsa, Xitoy bilan yashab ishkirga ko'chib ketsa bo'ladi. Biz Sharq Turkistonni ozod qilamiz deydigan nishonimiz bo'lsa, biriksak bo'ladi. Tunogin kechida bir singlim bilan paranglashdim. Bek kesh qolgan. Bu qizlar dedi, siz oz adam erkinlikni, ozodlikni ozla adam qo'llaydi deb o'ylab qolmang. Da'vodan biz saskinib ketgan edi. Dava pakizroq oq qog'ozdan bir siva soliq bor. Siz chiqib so'zlayapsiz. Onun oldida biz saskinib bo'yib ketgan pulni bergan. Lekin bu ish falan yil bo'lmadi. Biz kelgilimi 15 yil bo'ldi. Falan yil hech nim bo'lmadi. Bu yil Amerikaninki Aqsaroyning oldida olsun. Sharq Turkiston endi o'yimiz bo'lyapti. Shuning bilan qo'zg'ilyapmiz.
Agarda shundaq bir kunlar kelib, hayt deb mangadigan bir ish bo'lsa, biz bor. Bizning odam bor. Jiq odamlarning oldida biz so'zlab qiladigan nimamiz bo'lmasa-mu? Sizning so'zligingizni anglab turyapmiz. Opam bilan anglayapman. Opam sizni shunda suydi. Gaqib turingada, eg'ir ko'mang, qanchalik xafa bo'lsangiz mayli dedi. Men bir narsani sizlar bilan o'rtoqlashay. Men burun Erkin Asiyaningki radiosini voy haftalik xabar. Bu radiosi desichu, mening xuddi bir ati darsim bor degandek o'tirib, nim qilmay, darsim qochmay anglaydim degandek ashunda anglaydim. Erkin Asiyaning radiosini shu haftalik xabarni harmay ko'rdim. Hozir to'g'ridan chiqsam ham beklimayman. Kim beklisim ham beklimayman. O'zim yaxshi ko'rgan qarindoshlarim ham beklimayman. Bu bir. Men burun davomni tushunmaydim. Men 4-chi vaqtimda nasibini tushunmaydim. Bu demokratiya desizlar, men ko'nglimda bo'shum bir ozodlikniki, bu bayroq ko'krang bo'lgandikin deb o'ylab ekanman. Lekin ish unda emasga. Aslida men Amerikaga tushgandim. Uning oldida Amerika soliqni men nizam qo'lladim. Junda deganda chashda til deganda tillaydi. Ne do'st tillaydi, rasva tillar bilan. Men do'xning jundisi deb turib bir mundaq nima qo'yib qo'ydim. O'zim yig'ib qo'ydim. Ash rasva gap hamma ivatgan narsani yig'ib qo'ydim. Bir saqlanib qolsin deb. Har rasva gaplar, uni buni o'tirg'i selib turib, nima degan rasva tillar bilan tillab ketdi. Keyin nimani sezdim, uqdim desangiz, bu Xitoylar bilan o'xshashgan. Xalqning fikrini anglashni xohlamaydi ekan. Men bir xalq. Men senga jang e'lon qilmadim. Men hech qanday tashkilotning vakili emas, tashkilotni qurmayman, tashkilotning ichiga kirmayman. Tashkilotga kirsa o'rni o'sidi deb boshlar deganda kulib ketdim. O'rnim o'smasin. Men avam xalq, men shu ketman chapadiganlarning vakili bo'lay. Chunki men unda falsafa, yana bir men uning orqali strategiya oqti ko'kti deb tushundiray desam, xalqning chatalga chiqqan xalqning ichida 70% dehon ketmanni tashlab chiqqan edi. Shuning uchun sizning gapingizni tushuna olamiz. Mush tariqada mening deydi. Men u nuqtai nazar oqti ko'kti, mandaqti, andaqti, munchillik plan deb bersam, quloqimni xo'shaqmaydi sizlarning. Anglashni xohlamaysizlar. Men hikoya shaklida dey, qandoq shaklda dey. Sizlar mening gapimni tushuna olasizlar. Men ommabop usulda so'zlay deb turib o'yladim. Ondan keyin jang e'lon qildi deb turib soliqni shundaq deb o'yladi. Bugun agarda men bugun aytgan menga soliq ashuna bir narsa ivat qo'yibdi. Ivat etgantoq soliqni birsi shunda sat tillabdi. Tillaganda men ko'nglim bek yerim bo'ldi. Bu tuni oldingi kuni turmaga akirib ketgan buni 24 soat shu yerda yetib chiqdi. 9-oyning 11-ga to'g'rilab o'tirib suiqasgan to'q. Masala angi işlemek olsunuz sebep ispatı var atıdı. Lekin bunu aşındaklık kıptı. Berip bu işlerini kılıp sotda. Lekin bu davamlıq bir işki buluverdi dep oylayman. Dadısı mı dedi men balamni atıp ettim dep. Sağlık özümü dedi men özümni atıp ettim dep. Ahir bezdürmiz dep turup qıvatıdı. Nabijan ala şunda bir geplarni deb etibdi. Oyjon, ivat qo'yib kelib, ajoyib qoldim. Anglığınlar bormi qo'yib beraymi? Astiga yezib qo'yinglar, qo'yib bering desangiz qo'yib berma hozir. Nabijan ala men tunimayman, lekin Nabijan ala sağlıqqa munda deb evatibdi. Aleyküm assalam. Salik fikam. Qayla. Sen bir küçük bal ekensen qayla. Biz özümüzden neme davatqanlığımız ne, neme iş qılavatqanlığımızı naydı. Qara, sen tek tünügün ötken jile qara 7-ci ayda
2017 yılda Mısır düşkün kalan görecek falan gittik ya. Japonya açtı. Şunu kurtuldurup gittik ya. Görecek falan gitken diyen balı sen şu. Biz şunu bilirmiz. Sen nimen üzerine ne nakşi sen deme. Sen de bize hain payın deyip sen kim olsun? Sen bize hain kavunun bunu çıkartırken sen ne olsun? Nimi salayıttın var senin? Nimi salayıttın var de baka. Manda salayıttın var benim de baka sen. Sen millet yakış görsen sen, vatan yakış görsen davanı tüzüp kınmam sen. Senin kıgan namayışını şu edeptillaştın başka, hakaretlettin başka, halkını azdırıştın başka, neymiş kılanladın sen? Sen yüzden bicirin mi bicirmemez mi? Kallan sak mı sak emez mi senin? Sen bir doktoru tekşirip baktın mı bakmadın mı yüzden ne? Senin neremanda heli çatak var senin mufkam. Sen bu çetelde çoğu olgan balıkken sen yüzden mi tünü gün çorak verip gelken senin avalığını ben bilemeye kayla. Biz seni optan tonuvuluk adamlı biz seni. Senin nimiş kılıvat kalığını, ne durup ne kop kalığını bölüp durup yaşavatımız biz deyme. Sen bizim yüzden koksa küçük balık görüp Facebook'ta 10 adam gidiyor, 20 adam gidiyor, adam sanamattımız biz. Bayat emini iş kılıvattımız biz. Sen yüzden kim çağlap kılıp hain deyme, hainat yudum deyip sen kim tolsa abi? Sana bir bunun hüküm kılış, hükümdarlıkını kim beğendi sana? Ya biz hainlik kıldık, nemi hainlik kıldık? Bir yerde bir isim ne? Ya nam ne? Namı koydu mu? Ya namı diye oturga biz Şarkı Türkistan diyen isimini işletmeyimiz dedik mu? Vay biz şu vatanda senden bekerek müstakil kılımıza bu yolda 10 yıl oldu biz megavat kılıyor. Vay biz 20 işimizden başlap mangan. Vatandaki vaktimizi sanırsan 20 ne yıl oldu biz mal yolda megavat kılıyor. Biz vatanda Xitay'a karşı hareket kıldı sen ne edittin? Xitay'ın uğa vaktida sen ne edittin? Xitay'ın destek oynadı sen ne edittin? Sen demiş kılattın. Ha? Sen demiş kılattın. Vay bizi hain, akıllı hain. Vay sen şu hainin başka nemini dedin? Senin işkay namaya çıktı şu hain, aklına aklına gözünü kılma. Vay topkuşunun aldığı ki demesin, neme ekilem, neme değerli ispatına ekileldin, ha? Vay manı bir sürüp koyup ki, kim bir sürüp koyup ki? Aşında ispat kepini sapkan koy, sen koy. Neme deysen de, vay sen kim yüzden kim çaklap kaldın? Vay bana mandak yapkın mı cuma, ben sana da koy. Vay benim yüzden uçumdan yumuşak baş görüp kaldın mı? Boynunu yürüdü mü cuma, ben sana da koy. Bizge manda paran kınma sen. Sen küçük bizden aldığımızda şumptak sen. Niye deseymesin de kuyuna. Sen de kuydan bunda ağır çıktı, sen de laz koy çıkmaydı. Bunda kapak baş koy çıkmaydı ben sana da koy. Vuşunla tapma fakat hain demsin. Kim o sen? Açağına hayırlık kıldım hemen. Açağına bana beğendeki kılsan koy. Kuyunun orası ya. Bizim imiş kılvatımız verdi. Ma davanın ekrimiz derdimiz Aksaray'a. Sana okşayış pelepez geptepip. Milleti umuduk. Milleti sokağa saldırmadık biz. Ma milleti bölmedik biz. Ma milleti yetekleyimiz. Milleti Türk terbiyeleyimiz yetekleyimizde maddi kanter sıkıdır otimiz. Üzerine şikayı namayış kılıp sen kim o sen? Namayış kılığına meşhur olduğun, namayış kılığına milletten aldığın şu. Bedel öyle biz okşayış 3 gündüz. Ma cinimiz bilen, kısatımız bilen, her iş bilen kılvatınız ma davanı. Sağ okşar koçağı çıkıp geç Facebook'a tıkıp eylem verip cimridik biz. Kıgaçın ayda Müslümanların mesleği görüp, ma Müslümanlığı tırlap yürüyse, pelepet şükür. Mağama da güzel de kulağım tükürdü mü kuyundan olsun? Bakak ne? Kim görüp kaldığımız yança? Yumuşak koş görüp kaldığımız ne? Başka okşadık kılvatlarımızı gek kalanmaydı da. Niye kıçkan çıkarıyordum kuyundan olsun ben sana da koyayım. Papağanlık baka, biz Xitay'ını vurup kelavatımız ben sana da koyayım. Sen de Xitay'ın kumaşlarının niye kıçkan çıkarıyordum ha? O dem bulmaydıgan kuyundan olsun. Ayada Abdullah Muhammed deyin esil aka dep gitipsiz telefon urgan bana. Sizningcha siz qandaqroq bir ish qilyapsiz bilmadim. Ayada birisi borki Abdullah Muhammed degan. O'g'an bola deb birisi bo'pti. Nima degan yaxshi gaplarni angladinglar, xo'shal bo'lib ketibsizlar-da, sog'liqni rus bir tillavatdi deb. Buningdan vakshisim borki 10 necha minutlik. Anglag'im kammidi. Sizlarga qo'yib bergim kelmadi. Men yerda ikkisi o'g'il bola deb turib so'zlabsizlar.
o'ylab beqinglar. Nima bularni o'tda uzmayyotidu? Sen o'zingning ishini qilaversan, bumi imzo to'plasa, sen imzo to'plasang bo'ladi. Bu imzo to'plasa bo'lmamda, bu chaqiriqis bo'lmamda. Hammamiz uxlab, fasl qushlariga o'xshash qishda boshqa yoqqa ketib, yozda boshqa yoqdan kelib deb, o'sha namoyishlarni qilib qo'ysaqlar bo'ladigan ish sizlarga. Mustaqilchi degan gap Aqsaroyning ichiga Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni deb turib akirib, undan keyin o'ngishib olayli degan yaxshimi yoki beshidan tortib qanchalik jafoliq bo'lsa-mu, men Sharq Turkiston deb turib apmangma degan yaxshimi? Bir telefon urib baxmamsizlar qarindoshlarim, Messengerga ursanglar bo'ladi. Meningki o'chiq. Men o'ylayman bu odam degan narsa qanchalik og'zini qo'yib bersa, shunchalik bo'ladigan gapga. Beshidagi gapni anglamabsizmi? Anglamay sog'liqni yanchivitay debdi, hamda anglasangiz oxirdagi gapmi xeyli ashundaq gap-ku hamda. Menimcha sal oldikayni bog'lashtirib turib anglashinglarni umid qilaman. Isil aka o bu deb ketibsiz sog'liqni tillayotidi. Men sog'liqqa nisbatan xato qildi deb o'ylamayman. Xato qildi deb o'ylamayman. Yana birsi agarda qog'inni anglashni yetinglar bo'lsa qo'yib berman. Anglag'inglar bo'lsa anglaymiz desanglar qo'yib berman hozir. Yana mi anglag'inglar bo'lsa. Qaysi gap chiqish kerak? Bo'llab xat yozmagan inimjimi tushunmadingizmi o gapni? Boshdan boshlab anglasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bizning Mavo İstanbul'ninki Zeytinburnu'da qilayotgan faoliyatimiz davom qilyotdi. Jumadan keyin qarindoshlarimiz yana shu yerda kelgan qarindoshlarimiz yardım. Men mushu narsani Bəhli biyaran boldu məndə muşununğa. Yaxşımı? Və aleykum salam. Gəp qığınız bağımdı. Qo'yib o'tay, ha? Qo'yib o'tay. Qo'yaymi? Ha, ma'qul. Qo'ydim. Assalomu alaykum. Anglandimi ovozi? Va alaykum salom. Assalomu alaykum adam. Men hozir sizning assalomu alaykum Zumra dadamninki videosini anglayotgan barliq qarindoshlar. Va alaykum salom. Men hozir hadasiz qo'ygan bilmadim kim tilladi sog'liq elimizni. Anlamay qaptım. Nabijan A'la deb angladim. Nabijan A'laka deb turib angladim. Men beshini anglamadim. Men siz ismini deb bo'g'aya kirib anglabdim. Men videoni anglagandan keyin men bir necha gap qilgim kelib qoldi edi. Bo'ldi. Endi sog'liq inimiz 3 oyning yog'i shu nimani ep beryotdi o'z oldiga shu Amerikada vatanimizdagi izlayotgan 3 million xalqimiz uchun balkim undan ko'p shuning narzalarini men pek nim bo'lib ketdim pek hayajonlanib ketdim gapim ya davring oldirmay gaqilayvering ishim bo'lmaydi 3 million xalqimizning ahuzlarini xalq vatanimizdagi butun izlayotgan millatimiz balkim o'lgan qanchalik balkim 1 million balkim 2 million uni bilmaymiz onasiz qolgan narsidili netçilik biz onu bilmeyimiz. Şunçalik çıkım milletimizdeki ahuzarını halkım çetelge anlatış, çetelninki Amerika turist özünün Aqsaroyni aldıda. Şu Amerika hükümetinin ama şu Uygurlarınki hazırki zulmünü bir to'xtatish uchun bulupmu kampını to'xtatish, bizge erkinlik berish degandek nurg'un mushundaq ishlarninki talablar var, talablar. Berishni mushlarninki bo'lishi uchun bu balamish kuch chiqaryotdi. Hamda ma gap kelsak Dunyo Uyg'ur qildi deymiz, boshqa tashkilotlar deymiz. Men bir tashkilotsiz o'zim en qisqasi men o'zim bir tashkilotsiz. Men tashkilotga ishonmayman. Chunki nima tashkilotsiz deganda 20-yil hozir men adam dedi men uqmadim odamning ismini ochig'imdan ayon o'tib qoldim edi. Nabijan A'la. 20-yil
Ne bileceğim. Biz 20 yıl bu işini yapmayatımız. Sen ne dedin? Sen bizim tıllığı ağaçantıp maçantıp ağzını bozup sen bir teşkilatga vekillik kıldığın insan bolsan sen ağzını işi başla. Hürmet, hakkının hürmetine igi bolgan insan sen yukarı derece turup tövendik adamlardan baş kuralaysan. Doğru. Sen yukarı derece turup özanın hissiyatını basanmay bir küçük bala özanın inisi bol ya nevran bol ya özanın töven derecesi küçük derecesi balını şunçalık hürmetme hadisini çilep tartıp hakaret kılgıdak derecede sana sağlık inimiz neymiş kıldı? Sen bir teşkilatın başlığı bolsan başlığı layık iş kıl. Üstüde durup adam halkınınki toktap duruyor biz yukarı karaylı yukarı kargıdak bizim yukarıdaki liderlerimiz yukarıdaki teşkilatlarımız bizge nemi kıpırvadı biz olanı hürmetli gidek diye soğanı başta üzerine koy. Andın teşkilatına lider bulup özanı salaydıgan şu layakatlı toşkanda sen teşkilat durup bizim işine kıvattığımız sen köydün mu deyse bir yıl köyme dey halak 2 yıl köyme 20 yıl yapsan nemi ne kıldın? Sen nemi bir kılıvatsa? Sen Malaysia deyse, Orta Asya türmülleri deyse, hatta Zümrüt'ten neçoğundan kakşavatkan Suriye türmülleri, Afgan Suriye türmüllerini ben unutup deyip, benim bildiğim, benim Twitter'da haberde görüvatkanım, Malaysia türmüllerden net yüzlap bizim hatta bollardan türmül turvatkanlar, bu da yeniden çıktığı reis, sayılındığın eni verdik yamış reisim depti, ben Congo'ga Malasya'dan Uygurlarının Congo'dan Kayıtı Congo'nun akitişinden ben aldığını alayım hemen tizginleyime depti. Sen şu iş, sen bir dünya Uygur kultu bilsen, sen vatanını azat kılanmazsa, abdonomiye kılanmazsa, yani bizim kılanmazsa, vatanını azat kılanmazsa sen Xitay üçün işlavıdır, sen yeminle kılsa dünya Uygur kurul diye. Sen yeminle kılsa, sen fakat bu çeteldeki Akyol Biguna kişilerini vayma Xitay işleydi. Vayma Hezron haini. Vayma akti, maşakti da palpakını giygizip, dövüldü xatını sunup, toqtap dura, mağı bizninki hainimiz. Bizninki, bizim içimizden çıkan münafık dep durup, şu turuşuk dövüldü xatını sunup, sen kardın birini çaplap, şunu aldığını etsen itsen ki, sen bir Uygur'unun hakkaniyet için küreş kılatkan sağlıktek, bizim milletimiz için küreş kılatkan sağlıktek, erkek şit, ata-anısıga mən hürmetimni bildirme, ata-anısıga mən rahmetimni eytime. Bu şundak isil sağlıktek, hakiki vatan için küreş kıldığın, vatan için can kıldığın, vatan için aldın kısap tuttuğun sağlıktek bilaltek balla bizdenki hürmetimizge sazaya verip Allah. Sen bu şundak ballarını yetiştirgen ata-anısıga rahmet ettirse, sen demiş için ula hakaret getirse. Sen demiş kıldın dünya Uygur kurulu diye, biz anda kılvatımız. Sen halkın pulunu 5 yavrudun, Norvegia'ya gelsen 300 yavrudun, yok Germanya'ya basan yani bir şey yavrudun, ilip Kaçlar sen o devlet buladı seyahat kıvatı sen seyahat kıvatı o pulunu nemi kıldın Allah'ın özü bilgici Allah niyetini insanın niyetini bilgici Allah sen unutulla etken seferden sağlıkını turum gittim deydiken bilgici niyetini bilgici Allah şunu için benim bir deydiğim edemem bekep uzat ettim pek açık ya onda demem ya onda demem gidin tatmadınız devirin halk sizler küzanlarını içinla zümret edem her gün video çıkarıp anda kılınla manda kılın fıkan disleg acizsiz. Muş yeterli. Muşu sebeple gözanlan içinle betinanlarını azap kılamısanlar mı? Biri uruktukun olan türmüden çıkamısanlar mı? Çetelde oğununla. Çetelde milletim için de püres kıvatkan sağlıktakilerini kullanla. Zümret edemdekilerini kullanla. Zümret edemdeki ayollardan mını çıksın. Sağlıktak idinlerimizden yüzümünler çıksın. Andın biz yanınızını durup milletimiz Şarkı Türkistan kendi bayrak götürüp çıkarlayız size. 2-4 dünya Uygur kultunu pulunu dalışıp apılını ben Germaniya diyeyim, mapılını ben Kolombiya diyeyim, mapılını yani bir şeyim diyeyim diyen dünya Uygur kultunu işinle aldım ötüp gitti ula. Sizler neymiş kıpaydı şunu özellik kalanlar sokunla. Sen ötürüyden bir pay okupla. Bir pay okupla ötürmese turuşuk döldünlerin kanunu ba. Saksız ba kokmanla. Bo'ldi adamlar pek hayajonlanib ketdim shunday gap qilayapti. Rahmat sizga. Rahmat. Aldinglar. Men o'zim o'ylab qoldim-ku. Burunlarda jiq narsani o'ylaydim. Men qanchalik bir ish qilsam bo'ladi deb. Hozir o'zim so'zlagandan boshqa telefon qabul qilaman. Chunki
mening hech qanday bir mudoyim yo'q. Men xalqni uyg'otishli tarafdori. Men hech qanday tashkilot tutmayman. Buningdikimi tutmayman, ham keyinmi tutmayman. Agarda fursat shart-sharoit pishib, ash vatanga bag'idek sharoit hozirlangan chog'da nimamni ko'tiribli mang'alayman. Bir o'ydim bir bola qapqas bo'ladi deb o'ylayman. O'zimni otib etaman. Bundaq narsalarni endi Soliqning dadasım dedi balamni otib atdim deb. Soliq o'zimni otib atdim deb. Iroq turmasininki gapini jixlama savol qilib qo'ydi. Iroq turmasida odam chiqamiz. Hey! Men sana dey, o'lmalar birligi. Men sana sonini emas, rasmlardan tatib bera olayman. Lekin sen kim? Men sana berdigan. Men balalarga, ayollarga yordam berish o'rniga rasm, video sundum. Türkmenler yordamlashdi. Sizlarning chattig'inglar yo'qmi? Miyada bolalar va, miyada onalar va deb. Ba'zan bir qeyraylar, dexe. U yerdagilar allamaqqachon boshqa yerga ko'chib ketgan. Hey, a turmada yotidi bolalar, ayollar eg'rayoq bolalar ekan tug'ibdi o'shada. 14 yoshlik eg'rayliq qizlar ekan. Bir erdan chiqib bo'lib, yana er o'lib bo'lganki, yana bir erga tekkan. Men bir yerga urib gap topmayman, miyada o'ltirib palashmayman uning ustiga. Sen nerede sonni bilirsen, nerede yo'tkab ketding? Yağan gap qilishchi bo'lishma. Men xalqning bexatarligini deb turib, rasmlarni men bu yerga chiqamayman. Sana hisobot o'tkazdigan men sen kim mening boshlig'imma? Hammin voyey, bu masala degan nozik masala. Sili chiqib so'zlasa, sil qo'rqmagan ekan. Ha-a? Saqalliqlar qo'rqidi ekan dedim-ku men. Dinchilar qo'rqidi ekan. Dinchilar po'qni terib qo'ydi ekan, ishni terib qo'ydi ekan, qo'ngini xalqqa tashlab qo'ydi ekan ertidiganga. Hey jinim xalqim, endi bormanglar. O'lmalar birligi bormi? O'lmalar birligiga telefon ursangiz? Menga telefon urdi. Men ba'zilarning ismini atganligim uchun. Ular qo'pib Sayfullarni tatib chiqdi ekan. Sayfullar qo'pib yana birisini tatib chiqdi ekan. Andan keyin tirik kun bitadiganlar, tirik kolla keserlar guruhisining. Hey, kollani kessa, keyin Allohning og'amchisi uzun. Mayli mening kollam kesildi deyli. Haman hisobini Allohga topshirsa, shuni bil. Sen o'qigan namozni men o'qiyman. Sen o'qigan Qur'onni men o'qiyman. Mendan o'shiq yering nima? Xalqni tutib berish, xalqni o'lim girdoviga ishtirishma? Yoki saqilingmi? Yoki yo'ganginingmi? Oningda boshqa nima ortiqchiliging bor? Tilamchilik qilishing adras, tilamchilik qilsa, butun dunyoni aralab tilamchilik qilsa. Mushu yo'ganmaganlar ishlab topganlarning pulini opirib, yana ashuningga sizlar halol ish ishlatib Agar halol ish ishlatgan bo'lsang, imzo tashlayding. Sharq Turkistonning mustaqilligi deganlar, masjidning oldida soliqqa nomer tashlaydi, bilet tashlaydi. Soliqning shaxsiy ishiga-chu, tashlaydi bilet. Lekin qanday bo'ldi? Harmay biz oyaga mom jamining oldiga ustal qo'yib qo'ydik, ma jamining. Hey xalqim, Xitoy bilan birga yashag'inglar borma, yana Xitoy jini chaplashdimi ya sizlarga? Xitoyni ko'msanglar bulamay qolsanglar, Baydo'ga chiqsanglar Xitoy desanglar chiqdi. Ya bo'lmasa Xitoynikini rasm qilib esinglar Qur'onning o'rniga. Dinchilar bekara qo'rqib o'tibdi deb o'yladim hozirchu. Dinchilar bekara qo'rqidi ekan, Xitoydami qo'rqidi ekan, ash turayotgan davlatdami qo'rqidi ekan, ham Sharq Turkiston degan gaplardan ismdan qo'rqidi ekan. Shavqun, agarda telefon urg'ingiz o'z telefon uring. Sizlarning gapinglarni anglay. Telefon qilsanglar bo'ladi. Hozir ayollar sayraydigan jahon kapti, zamon oxiri bo'lsa, ayollar inqilob cho'kib ketadigan o'xshaydi. Agarda axloshimiz joyida bo'lsak, miyani ishlatimiz Xudoy miyani bergan bo'lgandikin. Xudo miyani ishlasin deb berdi. Ekspluatatsiya bo'lsin, Xitoydan o'shib chatalga chiqqandan keyin chatalga xalqning ovozi bilan jihad deb chiqib, oxir o'zinimizga jihad qilib bormidi? Biladi ekansizlar ona. Ovozliq ivatib ketdi, videoliq ivatib ketdi. Menmi qanday qilishni bilaman. Aşağı yo'lga solgan ash kichik narsidlar
Elik ballarının qosaqlarını ap bağan. Hazır aş türmüde. Qazaq, Uyghur, Qırğız, Tatar, Özbek, həmmə millət var. Mən Uyghurdan ağan üçcür əməs o. Uqub qoyunlar. Uyghurdan ağan üçcür əməs. Sana oxşaş yədin kəgən qeyrindaşların. Manda bovadıdı. Sana müşü nəsin ivæsən bulamdı. Sana işinimə, mən videolarını cıq köydüm dəb durub. Türkmenlərinin gepi. Türklərə qarğandımı yaqın uqumuşduq ki. Ular bilan bemalol sözləşdim desəm buludu. Bəziləri ingiliscə. Muşlar arqılıq uqduq. Telefonu berib anlığızdı. Şapaqlarını qorup yeydiğen derecede, şunçilik derecede turmuş keçiripdi. Hem tatıb atqan külleri. Nimbağı qoңu yoğan deydi onu. Çıqan çıqqapdı deydiğen. Aşındaq nəslər degen zəyyələrdə, anadakın turğan şəraitlərin naçar olsa ballağı cıq çıxıdı. Yaraşqan 9, yaraşmağın 30 deydiğen de burullarda çıqan çıqqapdı deyib. Aşındaq nəslər çıxıtıbdı. Biz onu nazik məsələ deyib, həmmimiz bir bulunu kirkitib, burun ayağı çağırğan çağda nazik məsələ olmay, həm də ayağı ketib, ayağı türmük kirib qalğan dikin həmmimiz nazik məsələ. Mən pilotunu tutup ayada cihat qıldı, yəni birim qıldı degəni qutuldurmayım. Mən uşaq ballar bilan ayallağa. Ey işplaslar, qolun qan bilan meylanğanlar. Xun qərzi o dünyada mı ötməydiğən qərz. Əgər şundaq bir küllər kəlsə, o dünyada mı bir çoğun sotlar ecilidir o. Şu vaxtıda birdən yaqanğı İslam edip oylayım. Şu ölüp ketken begunalarının ki, kolları, kızıl tırnakları boynunda oludu. Hey xalqım, oyğununlar xalqım, bizirip oltamay xalqım, qilim bop ketdik hazır xalqım, bekli qilin, dap yüzlü bop ketdik qeyrindaşlarım, mitmi qımaysızlar, erlərnikini mən bilmedim, erlərnin boldu, erlər öldü dep bir saçda davatdı, erlər öldü dep. Erlər ölgen bolsa, ayallar kopaylı, ballarımız var emas mı? Ballarımız var, ballarımız üçün kopumuz, kelgüs üçün kopumuz. Uygurunu bozaq qoy. Abay telefon qılın degəndiniz, nəx meydanda mən qoy ötəyim avazınızı. Çağırıq qoyamsınız. Maqul, top durun. Sözlər verin. Assalamu alaikum. Şu tor dünyasındaki barlıq Uyghur kırındaşlarına benim tavsiyem. Aleyküm selam. Şu Norveç'deki Zümrət Hanım, Amerika'daki Salı Xudayar ilimizdeki tertip sağlayan asasdaki Şarkı Türkistan'ın azatlığı için bütün Uygurlarla birleşip, hemkarlaşıp Şarkı Türkistan'ın azatlığı için bu imza etişine yakında masışayla küçük raylı vatandaki azaplarını hemiz köydük. Hemimizin jürigi kan zardap ketdi Uygurlarım. Şu Abdunomiya degen bu imza alğanlar qattiq atmanglar. Çünkü Abdunomiya degen gap sözünün ma'nisi yani şu Xitoy xalqininki Xitoy Cumhuriyetining ostida yashaymiz degan gap. Shuning uchun biz şu Salih Xudoyorninki Facebook'taki adresiga, WhatsApp'taki adresi çıkarıp koygan Esat Türkistan degen şu konumga kirip şunu imza ataylı kardeşler. Ben Türkiye İstanbul'dayım. Şu Zümrət Hanım'ını kollap, Salih Xudoyor ilimizni kollaş yüzünden ben şu canlı videoga şu katlaşmatıman. Rahmet. Bolsa hemmeden bir küç çıkaraydı. Tam hemkarlaşaydı bu işlerga. Maqul, rahmet sizge. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ben oyladım, biz hazır mani yapmaylı. 30 yıl Abdunomiyalı bu ötüp ki hem de nimi özgürdü sizlerce. Kazak kerindişimizinki nimeden kamptan çıkan kerindişimizinki vay kömegen günüm kalmadı. Hem de çüş kömengla. Men əgərdə mən yəni bir salaydım əli olsa, mən özüm çıxıb sözləyəm. Hazır amalsız bəzən nəsələn yazıb qoysam, məni aldamçı deyib oylab qalıdı deydi. Biz mən aldamçı deyib oylamayım.
Oy, chet eldan hozirgacha Xitoyning pasportiga ching esilib tiqchi pasportini almashtirmayotganlar vaka berib qolsam deb turib, unda qildiganlar. Kat asha degan dag'dam ochiq turibdi, berib kel, in'am berdi Xitoy deb turib tunögün dedim. Hozir nimamiz qoldi? Agarda ular bilan biz ayrim bo'lgandikin, mayli 300 odam, 3000 odam, 10,000 odam mustaqilchilikni o'zimiz nim qisaqli bo'ladi-ku. Qolganlar avtonomiya elib kessin. Dumbaxchap yo'lga sap qo'yayli. Hozir maqsim bo'ladi-ku. Onda qildik Oqsaroyga, mana kirdik Oqsaroyga. Voy, yog'an gapni qilmanglar-chi, Oqsaroyga. Oqsaroyga xuddi nima yo'p-yo'p oylik bilet deb qo'ygandek gap qildik-a deyman men. Xahmi kirib ko'rishib chiqyapti-da, bir nima bo'lsin palayim. Sen kichik, sen mundaq qilmading. To'g'ri, sen degan qeri qo'g'jalm bo'lib ketgan odam. Qo'g'jal bilan nima ishni hal qilib taxsiga pishirib qo'ygan bo'lsang, bizmi sening keyningda menga to'q pishmabdi emasmi? Ba'masning ish pishmas deydi-ku. Shundaq gapga, "Hey xalqim, meni qo'llaydiganlar. Ash imzo atgandan keyinki mundaq to'g'ri belgisi bor. Meningki tor betimda har kuni chiqarildi. Asos chatdan har qanday bir temaga chiqaraman deb o'yladim. Mushu qarindoshlarim Turkiyadagilarga qiyinchilik bo'lsa, Turkiyadagilar yordam qildigan fidoyilar bor. Sizlar uchun yordam bo'ladi. Bek bo'lmaganlari meni izlasanglar men qilib beray. Telefon nomeringizni tutib o'tirib tursangiz, men xat sanduqi qilgandan keyin ashuningga xat sanduqiga bir tat nima keladi. Xat sanduqi qilish uchun, iltimos qilish uchun onunğa bir nomer keldi, şu nomerni deb bergandan keyin qolgan ishni men qilib berman. Qanchinchi nomer bo'lganlaringizdan tatib ivatib beryapman. Oldidikisini qilgan. Oldidikisi demokratiyachi o'pichi degan bilan Sharq Turkiston, Avstraliya deb bo'lganlik uchun uni men qo'llagan. Lekin meninkida men faqat Solihni qo'llayman. İlham To'xtapandimnikiga qo'yib etish deganga uningga ovoz qo'shdim. Lekin demokratiya yana birma deganga ovoz qo'shmayman. Men mustaqillikni talab qiluvchi. Men hech qanday tashkilotga vakillik qilmayman, xalqqa vakillik qilmayman, o'zimga vakillik qilmayman. Uxlab qolmaganligimni ifodalasam bo'ldi. Ba'zan odamlar uxlab yetaversin. Biz ular bilan chatligimiz yo'q. O'zimiz o'ygansak bo'ldi. Abay singlimiz degandek uyqumizni ochayli. Her kuni men kam deganda ming odam bilan so'zlashman dedim. Meni turmushimning ritmi buzilib ketdi deb turib chiqlar ashta siz nima qilmang, ba'zan ishlardan shaxsiy ishlariga maslahat so'raydi. Bolalarga doir alaydı ballar, ba'zan alaydı tug'ilib qolgan bolalarga doir maslahatingiz bo'lsa, men ayrim xonamda javob beray. Yezib qo'yibsiz, ayrim xonamda javob beray. Bu yerlarda so'zlashning hojati yo'q. Ayrim nimalaringiz bo'lsa, lekin ma vatan davosiga doir narsani miyada so'zlaylik qarindoshlarim. Ma bir oy bek muhim, ma tashviq qilishimiz bek muhim. Qozog'istondan Dilmurod apandim rahmat sizga. Ash uyushtirib Qozog'istondagilarnikiga imzo etishga safarbarlik qilyapsiz. Rahmat sizga. Qirg'izistondagi qarindoshlarim, singillarim, rahmat sizlarga. Sizlar kuchayotsizlar. Tirishayli. Xat sandığı yo'q bo'lganlik uchun xat sandığı iltimos qilish ishlari uchun o'zlari yeniden pul chiqarib, telefon nomeri elib, telefon nomerlar yig'ilib ketdi hozir. Shularga pul ketdi, ammo bizniki bir kambag'al da'voligini bilaman. Lekin tirishsaq, mushuning ajrini berdi Alloh. Savobni nereden izlaymiz? To'g'ri yo'ldan izlaymiz. To'g'ri yo'ldan mangsak, savob degan shu. Özümüzge osmondan tushmaydi savoblar. To'g'ri yo'lga tang ergishib mayli. U yosh bo'lishi shart emas. To'g'ri yo'lda bo'lishi shart. Tiz bukmas bir irodasi bor-ku uningki. Endi uningga bikaga 9-oyning 11-ini to'g'rilab turib bir batnam chaplabdi-ku, u to'g'ri kelmay qilib qaytib chiqdi. Endi izotat o'zingning balang bor. Sen qilganingni Xudo cho'qqim ko'rsatdi balanga. Bunisi aniq. Bu men qilaman muncha, Xudoyim qilaman muncha deydi-ku. Xudolik olamg'u bu. Burunlarda yana bir avlod yo'q, mushu dunyoda ko'rsatdi hozir. Yiroqqa ketmaysiz. Yaxshi o'ylanib ko'ring boshqa odamni tilligicha. O'zingiz agarda boshqani tillasangiz, sizning bolangizni tillaydigan odam chiqadi. Haqni ochisin tillasangiz, sizning ochingizni tillaydigan odam chiqadi yoki qizingizni tillaydigan odam chiqadi. Unisi aniq. Qarindoshlarim, eng oxirida deydiganim yanala. Mush imzo to'plashga bakara kuchanglar
Nereden tapımız dep hazır nereden tapımız deysizler? Mening Facebook'umda ulunuş ba, linki ba. Şunu çeksiz. Telefonunuzda açsanız Facebook'ni, telefondakini çeksiz. Onundakin red tertibini men video şekilde özüm sözlep çıkarıp koydum. Onunda gerçi kompüterde açkan bolsam ama telefonda içişme okşaş. Aşu bulunuşunu çeksiz. Çekkendekin içilidi. Anadaki meşgulatınki red tertibini çıkarıp koydum. En ahırda çokum xat sandığınızı tekşürsiz. Tekşürsünüz bir xat qaytarma xat kelidi. O xatni çekken vaqtingizda içilip sizningki rasmiy nemangiz imzolariz etilib bo'ldi deb turib mundaq bir to'g'ri belgilik bir varaq bor. Shuni chiqarib qo'ydim. Shuningga o'xshash mashg'ulot olib bersiz. Qarindoshlarim, tirishinglar. Bu Salihning ishi emas. Mening ishim emas yoki ma'lum birisining ishi emas. Hammamizning ishi. Hammamizning ishi. O'zimizning qarindoshlarimizni o'zimiz qarasanamayli. Bu xudolik olam. Ağamçı uzun. Lekin Xudoning sizdan hisobot oladigan kuni yetib kelmaganlar yeri bor. Faqat qachon keladi shu vaqtda bilib qolsiz. Aman bo'linglar, rahmat sizlarga.